Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, aziz do'stlar. Bugun 17-may 2025-yil Avtoshopdan navbatda savdomiz do'stlar. Spark mashina bo'ldi. 2019-yilda ishlab chiqarilgan mexanika korobka 51 ming probekda metan bo'sh ballonlar tayyor edi. Xudo xolasa bu mashinamizdan 88 million so'm istirok qo'ydik. Beribdi. O'zimizning Qorataldan Ustobon bilan Mostagan kelgan ekan, xudo xolasa savdomiz o'xshadi, baraka. Mostaga tabriklayman aka. Barli davlatli mashina bo'lsa, tizullar ursin. Birinchi mashina menda bu. Sizni Malibu kapti olsa aka. Qachon ketdi? Mashinani qaladingizmi? Savdolar ham ajoyib bo'ldimi? Bahosini ko'ngildagidayman. Hamma tepsi yetaman. Kesin olsin shu yurtdoshlarga. Zo'r. Kelishimli ham bir. Xudo xolasa Mostaganni kuchagini bersa, mana quvvatiramiz nasib etsa. Kapti yomon, Malibu xudo xolasa-da. Qayerni ko'ring aka. Hamisha yaxshi kunlaringizda xizmatda bo'lsin. Qoratallarni tavsiya etasiz, kelaverasiz. Qo'rlakan ilahqonga o'xshab mashinani ko'rib ketib boshqa yerda aman. Ko'rasiz, shu kunlarda xizmatdamiz. Qochoqning bahasi 86,5 million so'm. Vaqt pul bo'ldi, shitir pul bo'ldi, Qoratalaga.